Assalomu alaykum obunachilarimiz. Navbatdagi darvoza haytek uslubida yasalgan. Bu ham qalin, materiallarda umuman aylanmagan fasondan. O'lchamlari 3.47, ya'ni 3.50 ga tushadi bemalol. Balandligi esa 2.98, ya'ni bu degani kamida 3 balandlikda bemalol buni joylasangiz bo'ladi. Yonlari, pastlari hammasi 10 ga 5 yil ishlatilgan, tepa esa 5 ga 10 profil ishlatilgan. Oldiga 4 profildan foydalangan, 1.7 dan. Listlari oldi ham, orqasi ham 1.8 listdan ishlatilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek oddiy fason, gibrid fason qilib yasalgan. Shanrlari esa 35 pachimlilik shanr ishlatilgan. Ikkitali, ko'chaga ochiladi. Qanoti esa mana ko'rib turganingizdek ichkariga ochiladi. Ranglari mokriy asfalt, mato elakdan foydalanilgan. Orqa tomoni chekkadan chekkagacha, ya'ni profildan profilgacha tekis yopilgan listdan, to'liqligicha. Endi yana bir narsa bor, misol uchun biroz menga yoqmayapti yoki qanaqadir qo'shimcha qo'shsa bo'ladimi deydiganlarga o'zingiz yaxshi bilasiz. Hozir aksariyat darvozalarda nerjavekadan foydalanyapti. Bu yerga nerjavaka qo'yib berilishi mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu yerga qandaydir simala yoki qandaydir gul qo'shimcha qo'shib ma'lum bir darajada o'zgartirib berilishi mumkin. Va faqatgina bir narsani hisobga olishimiz kerak. Aynan shu darvozamiz umumiy narxi 15 million 750, ya'ni Vodiy va Toshkent bo'ylab yetkazib berish xizmati ichida odatdagidek voha yoki bo'lmasa qo'shni respublikalarda bo'ladigan bo'lsa, unda narx kelishilgan holatda bo'ladi. Nerjavaka qo'shiladigan bo'lsa yoki bo'lmasa simala yoki qandaydir fason o'zgartirish kiritiladigan bo'lsa, albatta buni narxi qo'shilishini yaxshi bilasizlar. Agar biroz lavz qilib telefon orqali shuni iltimos desangiz, balki shu umumiy narxda tushib bermagan holatda qo'shib berilishi ham mumkin. Asosiy ma'lumot shulardan iborat edi. Qo'shimcha ma'lumotni odatdagidek kommentariyalar yoki bo'lmasa ekrandagi raqam orqali olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Arzon materiallar yoki darvozalar umuman olganda sizga kerakli ehtiyojingizdagi nima bo'lishidan qat'iy nazar aloqaga chiqsangiz topib berishga, qulay yechim qilib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'lasizlar. Har bir yurak biladi niyat jamoasida har kun yangilik, har qadamda o'sish, yana yangilik, yana urli bosqich. Temirda joziba, mehnatda